Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovichga hamda O'zbekiston Respublikasining Prezidentining administratsiya rahbari Saida Shavkatovnaga murojaat. Men 2018-yildan to shu kunga qadar, ya'ni 2026-yilning fevral oyiga qadar O'zbekiston Respublikasining Prezidentining qabulxonalariga hamda O'zbekiston Respublikasining Prezidentiga onlayn tarzda ham yozma ravishda murojaat qilib kelaman. Mening qilgan murojaatlarimning soni bor, sanog'i yo'q. Shunga qaramasdan shu o'tgan yillar mobaynida arzimagan bir ish qog'ozlarda ko'rinib turilibdi hammasi. Hujjatlarda ko'rinib, o'zini tasdig'ini topib turgan bir muammo shuncha uzoq muddat davomida hal bo'lmay kelyapti. Hatto mening uyimga Samarqand viloyat prezident qabulxonasining mudiri kelib holatni o'rganib, albatta bu muammoni hal qilamiz deb va'da berib ketgan. Ammo lekin natija yo'q. Ko'rinib turibdiki, yuqorida aytgan fikrlarimdan shu o'tgan muddat yil ichida agar biz hisoblasak 8 yilga yaqin muhlat ichida bir oddiy narsa hal bo'lmayapti. Kimda kim mening muammolarim bilan tanishgan bo'lsa, ular hamdardligini bildirganlar. Mening haqligimni o'zlari tan olishgan. Ammo shunga qaramasdan ham bu ishlar haligacha yechimini topgan emas. Men gapiradigan gaplar bor yo'g'i tushunish uchun 5 minut, 5 daqiqa. Bu muammoni hal qilish uchun 15-20 daqiqa vaqt ketadi. Faqat buni tushungan odamlar bo'lsagina. Ammo lekin men ko'taradigan muammolarni tushunish, anglash uchun albatta yurist bo'lish shart emas. Chunki men ko'taradigan muammolar shundoqqina o'sha muammolarning yuridik hujjatlarida ko'rinib turibdi. Bu isbot dalillarim shuni ko'rsatadiki, Samarqand viloyatida O'zbekiston Respublikasining qonunlari umuman ishlamayapti. Go'yoki Samarqand viloyati boshqa bir o'zicha bir davlatga aylanib qolgandek. Men bir necha bor mana shu video chiqishlar ham qildim. Hatto Samarqand viloyat hokimining Telegram kanallariga ham tashladim. Shunga qaramasdan turib, mening murojaatlarimga hech qanday murojaatlarimni o'rganib chiqish uchun va uning yechimini topish uchun hech qanday harakatlar bo'lmayapti. Agar mening gaplarimga shubha qiladigan bo'lsangiz, marhamat, men xohlagan joyda mana shu qo'limdagi hujjatlar bilan hatto Samarqand viloyatining fuqarolar sudining
qarorlari-yu Samarqand viloyat Tayloq tumanining sudining qarorlarini isbot va dalil asosida sizlarga taqdim etishim mumkin. Bor yo'g'i yuqorida aytganimdek yarim soatda yechimini topish mumkin bo'lgan narsalarni bular 8 yillab agar yechmaydigan bo'lsa, demak to'la to'kis men aytishim mumkinki, Samarqand viloyatida O'zbekistonning qonunlari umuman yo'l yurmaydi. Sizlardan iltimos, kimki agar bu videoni ko'rsa, shu videoga iltimos sizlardan like bosib ko'proq tarqatishga harakat qilingizlar. Bu video shaxsan O'zbekiston Respublikasining prezidentigacha yetib borsin. Bu video O'zbekiston Respublikasining prezidentining administratsiya rahbari Saida Shavkatovnagacha yetib borsin. Shu bilan birgalikda siz o'zingizga ham yordam qilgan bo'lasiz. Qachongacha bunday yashab kelish mumkin? Iltimos sizlardan bu videoni qo'lingizdan kelguncha tarqating. Bu bilan biz butun O'zbekiston ahliga yordam qilgan bo'lamiz. Chunki meni qo'limdagi isbot dalillar davlat organlarida ishlaydigan xodimlarning mutlaqo malakasi yo'qligi haqida dalolat beradi va isbot qiladi. Nafaqat bularda malaka yetishmaydi. Bular esa o'zlarining ilmsizligi, hujjatlarni farqiga bormaganligi bilan O'zbekiston Respublikasining siyosatiga qarshi hamda O'zbekiston Respublikasining prezidentining olib boradigan siyosati va ko'rsatmalariga mutlaqo qarshi ish olib borayotganligini isbotlaydi. Bu bilan biz esa buning misolida balki qancha odamlarga yordam qilamiz. Men o'ylaymanki, meni videomni ko'rgan kishi albatta befarq bo'lmaydi. Albatta buni tekshirib ko'radilar. Natijada esa mana shunday butun bir viloyatga, qolaversa butun bir O'zbekistonga, O'zbekistonning kelajagiga rahna solib turgan ba'zi bir davlat rahbarlari-yu, ba'zi bir sudlarda o'tirgan ilmsiz sudyalardan biz balki qutularmiz. Iltimos sizlardan qo'llaringizdan kelguncha videoni tarqating. Hammalaringizga rahmat. Mening manzilim Samarqand viloyati Tayloq tumani. Tayloq tumani hokimligidan Damenov A'zam Berdinazarovich kerak deb so'ralsa, ular meni tezda topib berishadi. Omon bo'lingizlar.